Bugungi kunda yoshlarning iqtisodiy faolligini oshirish, ularni tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb etish mamlakatimizda ustuvor yo'nalishlardan biri sanaladi. Chunki har bir yoshning o'z g'oyasini hayotga tatbiq etishi nafaqat shaxsiy muvaffaqiyat, balki mahalliy iqtisodiyotning rivojlanishiga ham xizmat qiladi. Shu maqsadda O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Toshkent viloyati kengashi va Yoshlar kelajagimiz jamg'armasi viloyat filiali tashabbusi bilan Chirchiq shahridagi oliy ta'lim muassasalarida tadbirkor va yoshlar uchrashuvlari tashkil etildi. Uchrashuvda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining oliy ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarining ishga joylashishiga ko'maklashish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida bitiruvchi yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyat va shart-sharoitlar yuzasidan ochiq muloqot o'tkazildi. Tadbirda yoshlarga mehnat bozoriga kirib borish, startap g'oyalarini ishlab chiqish, grant va loyihalarda ishtirok etish talablari haqida batafsil ma'lumot berildi. Shuningdek, mutaxassislar tomonidan muloqot davomida yoshlarga tadbirkorlikni boshlash, biznes g'oyalarini amalga oshirish va davlat tomonidan yaratilgan imtiyozlardan samarali foydalanish bo'yicha tavsiyalar berildi. Talabalar o'z startap loyihalarini taqdim etib, soha egalari bilan fikr almashdi. Bunday uchrashuvlar yoshlarning tashabbuskorligini rag'batlantiradi hamda mustaqil faoliyat yuritishga undaydi. Eng muhimi, bu jarayon ular orasida innovatsion fikrlashni rivojlantirish va yangi iqtisodiy imkoniyatlar yaratishning muhim omiliga aylanmoqda.